Assalomu alaykum hammaga. Birinchi navbatda chiroyli g'alaba bilan barcha muxlislarimizni hammani tabriklayman. O'ylaymanki, stadionga kelgan muxlislar o'zlari istagan futbolni ko'rishdi va chiroyli gollarga guvoh bo'lishdi. Hisoblarga berilmasdan mehnat qilishda davom etamiz. Bo'lmasa oldimizda yo'ldoshlarni g'alaba qozonish uchun bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Umuman o'yin albatta ikkita durangdan keyin biz o'zimizga kelib olishimiz kerak edi. Shuning uchun futbolchilar bilan bu bo'yicha juda ko'p gaplashdik. Qizilqumda yaxshi tahlil qilib o'rganib chiqdik. Birinchi davrada ham bu jamoani yirik hisobda yutgandik. Qattadur Qizilqum jamoasi ham yetarlicha qarshilik ko'rsatdi, lekin biz o'ylagan barcha narsalar bugun maydonda amalga oshdi. Rahmat, savollarga o'tamiz. Bekzod aka. Ertaga O'zbekiston Super Ligasida shu bilan O'zbekiston transfer oynasi yakunlanadi. Rejada yana futbolchilar bor yoki elit liga uchun ko'zlangan maqsad qilingan futbolchilar bor. Endi maksimal darajada tarkibimizni kuchaytirish uchun harakat qildik. Bu bo'yicha ishlar olib borilyapti, hali to'xtab qolmaymiz. Lekin hozirgi kunda biz olishni istagan futbolchilarning klub bilan shartnomasi bor. Shuning uchun hozir futbolchilarni o'zi qo'lga kiritish, yaxshi saviyadagi futbolchini qo'lga kiritish oson ish emas. Undan tashqari tarkibimizda yetarlicha ijrochilar bor. Albatta biz ularga ishonamiz. Xudo xolasa o'ylaymizki, qo'l ostimdagi futbolchilar bilan oldimizga qo'yilgan vazifalarni bajaramiz. Va albatta niyatimiz bor. Elit Chempionlar Ligasi uchun ham baribir yana tarkibni kuchaytirish, bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Xudo xolasa yaxshi yangiliklar bo'lishi kerak. Elit liga bilan O'zbekistonda transfer oynasini masalan ertaga yakunlanadi. Elit uchun ochiq bo'ladi, elit uchun ochiq. Bizga endi shunaqa ma'lumot berishdi. Ochiq bo'ladi, elit uchun ochiq bo'ladi. Unda ham endi ma'lum vaqti bor, lekin aynan elit uchun ertaga yopilmaydi. Elit uchun ochiq bo'ladi. Olgan legionerimizda ham faqat endi elit Chempionlar Ligasida o'ynatamiz xolos. O'zbekiston milliy chempionatlarida o'ynaydi. Yo'q, chunki bizda legionerlar limiti to'la. Hozir mana Yovan Jokichni O'zbekiston chempionati uchun ro'yxatdan chiqardik, o'rniga Kofida ro'yxatdan o'tkazdik. Hozir Odil Hamrobekov, Otabek Shukurov haqida gap so'zlar yuribdi. Unga o'zingiz izoh bersangiz. Endi Otabek Shukurov bilan bog'langanmiz, lekin uni hali O'zbekistonga qaytish niyati yo'q. Odil Hamrobekov masalasi endi hozircha mavhum, baribir uni o'zini klubi bilan shartnomasi bor. Shuning uchun bu qiyin jarayon. Albatta endi o'yindan kelib chiqib biz o'sha vaziyatda tayanch markazida kuchaytirishni maqsad qilgandik, hisobda oldinda borayotgandik. Shu bilan birga o'sha himoya va hujumdagi balansni ushlash uchun aynan Muhsin Ubaydullayev qishki yig'inlarda ham bu pozitsiyada o'ynagan. Umuman olganda Muhsin universal futbolchi, istalgan joyda o'ynay oladi va o'sha qachon ishonch bildirilsa, to'laqonli ishonchni oqlaydi. Rostdan ham o'zini yomon ko'rsatmadi. Yo'q, aytibman, Muhsin universal futbolchi. Masalan, 10 qanot himoyaga qo'ysangiz ham o'ynaydi, markaziy himoyaga qo'ysangiz ham o'ynaydi, tayanch yarim himoyasiga har tomonlama inson sifatida ham, mashg'ulotlarda ham doim maksimal harakat qiladi. Shuning uchun Muhsin Ubaydullayev baribir unda ham ulkan tajriba bor. Bu pozitsiyalarda o'ynash u uchun muammo emas. Silvano Stimeli'ni ortga qaytarish rejasi yo'qmi? Yo'q, hozir buni o'ylab ko'rganimiz yo'q. Savollar bor. So'nggi o'yinlar, oxirgi savolim, so'nggi o'yinlarda e'tibor bersa himoyada biroz xotirjamlik yuzaga kelgandek ko'rinyapti. Bugun ham yirik hisob bo'ldi, lekin 2-3 marta kirib ketdi. Endi bitta narsaki, agar biz hujumkor o'ynashni xohlasak, biz ko'plab gollar urishni xohlasak, himoyamizda bizda ham doimiy xavf bo'lishi bu tabiiy holat. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, biz hujum qilayotgan paytimizda juda katta masofani tashab chiqamiz, oldiga yuqoriga ko'tarilamiz va hujum qilayotgan paytimizda jamoani 4-5 nafar futbolchi raqib
jarima maydoni ichiga kiradi. Bundan tashqari himoyachilarimiz yuqori ko'tariladi. Shuning uchun qarshi hujumlarda raqib o'ynashi bu tabiiy holat. Bu bo'yicha ham ishlayapmiz, bunga yechim topiryapmiz. Mana qisman bugungi o'yinda o'sha raqibni uzun paslarni qarshi hujumga chiqib ketishlarini to'xtatdik. Endi istaysizmi yo'qmi bu bo'ladigan holat yoki biz to'liq himoyada o'yinda o'tkazib bitta imkoniyatimizni kutib yashashimiz kerak yoki hujumkor o'ynaydigan bo'lsak bu narsalarga ko'nishimiz kerak. Chunki iloji yo'q. Ikkalasini bir xilda ushashdi. Siz to'laqonli hujumda o'ynab turib himoyangizda hech qanday xavf bo'lmasligining iloji yo'q. Lekin qayerdadir darvozabonimiz ishonchga harakat qilyapti, qayerdadir himoyachilarimiz umuman o'zi statistikani olsa o'tgan yili jamoa himoyaga e'tibor qaratib juda ko'p gol qo'yib yuborgan, kam urgan. Bu yil biz ko'proq hujumga e'tibor qaratib, atiga 6 ta gol qo'yib yubordik. Hozir nechta bo'ldi urgan golimiz? 38 ta, 40 taga yaqin gol uryapmiz. Bu shunchaki dahshatli natija. Chunki bunaqa yuqorida o'ynab turib, bunchalik kam qo'yib yuborish bu albatta juda katta mehnat talab qiladigan jarayon. Bir-birini futbolchilar bir-birini o'rnini to'ldiradigan ekanda. Masalan, o'sha raqib penalti da'vo qilgan vaziyatda birinchida oxirgi nima himoyachi bunday belaydi o'sha. Endi bu qo'ymoqchi bo'lgan o'yin uslubimizda o'zi aslida buni suyuq futbol deydi, aralash futbol deydi. Bu yerda juda ko'p futbolchilar pozitsiyalarni almashishadi. Lekin bu katta tavakkalchilik. Endi shunaqa o'ynamasa bu natijalar bo'lmaydi. Bunaqa ko'p gol urolmaymiz. Shuning uchun harakat qilyapmiz. O'sha hozirgi holatda sodir bo'layotgan ozgina xavflarni ham yo'q qilish uchun himoyada muntazam balansni saqlash va doim nolga o'ynash va bizga bo'ladigan xavflarni kamaytirish uchun maksimal darajada harakat qilyapmiz. Endi mana o'tgan intervyuda ham aytdim, menimcha chiqarishmadi. Bilmayman o'zlari ko'p intervyularni oxirigacha chiqarishmaydi, qirib yuborishadi. Yozgan erini sizlarni bilmayman. O'tgan safar Dinamada ham aytdim, lekin u bunaqasi chiqmadi. Jokishni misol keltirdim. Masalan, Manchester Cityda Rodri yo'q bo'lgan paytida qanaqa qiynalgan jamoa. Jokich ham bizning jamoada shunaqa asosiy figuralardan bittasi edi. Uni to'ldirish uchun, uni o'rnini to'ldirish uchun, aynan o'yinimizni boshqa futbolchilarga moslashtirish uchun bizga 3 ta o'yin kerak bo'ldi. 3 ta o'yinda juda qiynaldik. Bu baribir o'yinda ham bilindi, lekin asta-sekinlik bilan endi jamoani o'sha unga bog'liq bo'lgan o'yindan chiqarib boshqa futbolchiga bog'lashga harakat qilyapmiz. Bir xilgi holatlarda shunaqa bo'ladi. Siz masalan iloji yo'q, chunki tayanch yarim himoyasi bu biz qo'yayotgan o'yin uslubida eng asosiy nuqtalardan bittasi. U yerda aynan Jokichga o'xshagan sovuqqon, har qanday bosim ostida qaror qabul qila oladigan, har tomonlama funksional jihatdan ham, texnik, taktik jihatdan ham kuchli futbolchi kerak bo'ladi. Endi afsuski jarohat oldi. O'zi umuman jamoada ham jarohatlar ko'payyapti. Bugun mana Anvar G'ofurov jarohat oldi. Oson bo'lmayapti jarohat. Doim bitta jamoa shakllangan jamoani 2-3 ta asosiy futbolchilari chiqib ketgandan keyin ularni o'rnini to'ldirib yana qaytadan jamoani yig'ib olish bu xuddi Legoda terib chiqib, chachib olib turib yana qaytadan yig'ish bilan bir xil narsa. Harakat qilyapmiz. Endi umid qilamiz bundan buyog'iga jarohatlar kam bo'lishiga, chunki oldimizda juda murakkab taqvim, qiyin o'yinlar kutib turibdi. Islombek Ismoilov demak, fikrlaringizdan kelib chiqsa, har bir futbolchiga universallik talabini qo'yadi. Chunki biz qaysidir o'yinda aytib o'tdingiz, biz Jokish hujumga chiqardik, hali himoyaga. Shu orqali albatta barcha futbolchidan hujumda faol bo'lishini talab qilaman va xuddi shunaqa himoyada faol bo'lishini ham talab qilamiz. Bitta futbolchini aynan bir pozitsiyada unga ma'lumot berish osonroq, lekin bitta futbolchiga aynan 3-4 ta pozitsiyada unga ma'lumot yetkazish, uni o'sha pozitsiyalarda o'ynatib olish va o'sha tushuntirgan narsasi uni maydonda bajarishi bu qiyin holat. Lekin shunga qaramasdan futbolchilarning darajasi balandligini hisobiga ular biz berayotgan topshiriqlarni, biz xohlayotgan narsani tezroq bajarishga harakat qilishyapti. Savol bo'lmasa, chiroyli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz-da, keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz.